Xo'sh, Farg'onaniki bo'ldi, Samarqandniki bo'ldi, Qarshiniki ham tayyor, xudo xolisa. Keling. Do'stlar, bugun sizlar bilan 25 kubalik suv bashnalari haqida gaplashamiz. Ushbu suv bashnalarimiz ko'rib turganingizdek tayyor. Nafaqat o'zimizni vodiy, balki hozir bittasi Qarshiga, bittasi Samarqandga bir necha kunlardan so'ng yo'lga chiqadi. Turishini qarang. Sifatini videodan ham qisqasangiz bo'ladi va ekrandagi raqamlar orqali bemalol O'zbekistonning istalgan nuqtasidan turib shuni aloqaga chiqsangiz, mutaxassislarimiz sizga batafsil ma'lumot berishadi va yetkazib berishni buyurtmalar qabul qilinadi. Va yana bitta ma'lumot, ushbu suv bashnalari bilasizlar, faqatgina suvni zaxirasi uchun qo'yilmaydi. Ya'ni o'sha mahalla yoki qishloqdagi hamma xonadonga suvni bosimini ko'tarish uchun ham ushbu bashnalardan foydalaniladi. Shuning uchun hech bo'lmasa ko'zingiz bir marta bo'lsa ham tushganiga ishonchim komil, qishloqlarda yoki mahallalarda boshida mana shunday suv bashnalari bor. Bu esa o'sha hududni suv bosimini ko'tarish uchun ham xizmat qiladi va siz ham O'zbekistonning istalgan nuqtasidan turib bemalol ushbu ekrandagi raqamlar bilan bog'lanib buyurtma berishingiz mumkin. Mega Metal bu sifat va mustahkamlikning chinakam uyg'unligi.